Shohid aka, bugungi mavzumiz eng aktual, shaxsan o'zim uchun ham qiziq bo'lgan mavzulardan bittasi kiber xavfsizlik yo'nalishi. Endi bundan buyog'iga urushlar deydi, jang maydonlarida bo'lmaydi. Askar chegarada turibdi askar bir soatga uxlab qoldi. Aynan nima bo'ladi? Hozirgi aynan kunimizda kiber xavfsizlik va kiber jinoyatchiga qarshi kurash aynan bu global masalaga chiqdi. Misol uchun men sizni haqqingizdagi ma'lumotni qayerdan bilaman agar siz menga aytmasangiz? Navbatdagi savolimiz Shohid aka, kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha qaysi o'quv muassasalari bor O'zbekistonda? Buni maqsadi nima desak, kiber huquqchining asosiy maqsad kiber jinoyatchilikdagi qonun tizimlari asosida ularga jazo yoki o'sha iste'molchilarni himoyalash, raqamlashtirishda. Hozir barcha narsani prezidentimiz hayotida raqamlashtirish bu zo'r narsa. Lekin buni himoyasini ham qilib qo'yish kerak. Misol uchun davlatning ishida siz o'sha kiber xavfsizlikni bitirsangiz, ishoning, bemalol oilangizni qoplaydigan darajada maosh olib, ularni bemalol ta'minlay olasiz. Xo'p, avvalo assalomu alaykum, Shohid aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Shohid aka, bugungi mavzumiz eng aktual, shaxsan o'zim uchun ham qiziq bo'lgan mavzulardan bittasi kiber xavfsizlik yo'nalishi. Oliygohlar haqida bo'ladi. Shaxsan ushbu savollarda, ushbu yo'nalish bo'yicha ko'plab savollar kommentariyada, daraklarda ham kuzatuvchilaringiz, o'quvchilaringiz berib borishadi. Kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha ma'lumot bering, qachon topshirsam bo'ladi, qanaqa sertifikatlar qabul qilinadi, necha yoshdan qabul qilinadi, ligotalari bormi, 100% grant asosida o'qiganimdan so'ng qaytga ishga kirsam bo'ladi, ish bilan 100% ta'minlaydimi o'zi va shu kabi ko'plab savollarni berib borishadi. Endi shu savollarga qisqacha bitta video rolik qilsaydi, shu videoni ko'rgan odam kiber xavfsizlik bo'yicha ko'plab ma'lumotlar bittada bilib olsin. Albatta. Maylimi aka? Albatta. Xo'p. Keling bo'lmasa tanishtirib o'tamiz. Kiber xavfsizlik o'zi nima va nima uchun muhim bu yo'nalishlar aka? Hozirgi zamonda olib qarasak, endi bundan buyog'iga urushlar deydi, jang maydonlarida bo'lmaydi. Ya'ni jang maydonlarida bo'lmaydi. Bu faqat knopka bosish orqali va kiber hujumlar orqali, ya'ni onlayn hujumlar orqali bo'ladi. Xo'p, kiber xavfsizlik nima uchun bu darajada so'nggi kunlarda talablar kuchayibdi? Nimaga? Oddiy bitta misol aytaman sizga. Tasavvur qiling. Askar chegarada turibdi askar bir soatga uxlab qoldi. Aynan nima bo'ladi? Uni qo'riqlaydigan joyi 1 soatga ochiq, xohlagan dushman o'tib ketishi mumkin, to'g'rimi? Endi tasavvur qilib ko'ring, butun boshli bir davlatda himoya tizimini o'chirib qo'ysa nima bo'ladi? Taxminan 1 soatga. Misol uchun, olib qarasak, qanaqa holat bo'ladi? Hozirgi aynan kunimizda kiber xavfsizlik va kiber jinoyatchiga qarshi kurash aynan bu global masalaga chiqdi. Nima uchun? Kichkina, uzoqqa bormaymiz. Kichkina misollar, oddiy plastik kartalarga hujumlar. Mana teran bitta fikrlab ko'rsak, bu faqat shaxsiy fikrim o'zimda. Sizga qo'ng'iroq qilishyapti. Sizning familiya ismingizni, bankingizni kartasini qarang. Ulangan telefon nomeringizni, qaysi bankdanligingizcha ma'lumotlar bilyapti. Endi sizga savol, qayerdan bilyapti? Misol uchun, oddiy qayerdan bilyapti? Qanaqa qilib siz haqqingizdagi ma'lumotni bilyapti? Bu nima degani? Bu degani bizning tizimlarimizda hali xavfsizlik ta'minlanmagan, yetarlicha ta'minlanmagan. Misol uchun men sizni haqqingizdagi ma'lumotni qayerdan bilaman agar siz menga aytmasangiz? To'g'rimi? Men oldin sizga bu telefon qilishdan oldin qaysidir tizimga hujum qilaman, ma'lumotlaringizni olaman, keyin sizga aloqaga chiqaman. To'g'ridan telefon qilib turib, siz falonchi sochimsiz yonmaydi, to'g'rimi? Uni ma'lumotlar olib turib, keyin telefon qilishyapti. Ikkinchi masala plastik kartalar hujumi. Keyingisi bizda mana yaqinda o'tgan oyda boshida ro'yxatga olish bo'lganda aholini ma'lumotlar ketib qoldi. Shunaqa narsa bo'ldi. Yoki bo'lmasa bizda ko'p, masalan, juda ham ko'p oliy ta'lim muassasalari yoki bilim rivoj agentligi saytlariga hujumlar bo'lib turadi. Bu ta'lim tizimida misol uchun, yoki bo'lmasa mana yaqinda bir ko'rsatyapti jinoyatchilarda boshqa banklarga hujumlar, pul o'g'irlash, kriptovalyutalarda hujumlar. Va eng yana bitta tomoni borki, bizda turli xil APK fayllardan tortib odamlarni, mana endi men bu joyga o'taman, Buxoro joyiga.
kulminasion joyiga odamlarda diniy turli yot g'oyalar, ekstremizm, terrorizm orqali qilishlarda yoki bolalarni ongini zaharlash turli xil o'yinlar orqali turli xil guruhlarda videolar, kanallar ochgan orqali, ya'ni onlayn formatda endi hujumlar bo'lyapti. Mana shu narsalarga qarshi kurashish maqsadida ishlab chiqilgan tizim bu. Tushunarli. O'zbekistonda kiberxavfsizlik mutaxassisi talablar oshib boryapti. Albatta. Xo'p. Navbatdagi savolimiz Shohruxbek aka, kiberxavfsizlik yo'nalishi bo'yicha qaysi o'quv muassasalari bor O'zbekistonda? Xo'p, birinchisi Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'tgan yildan boshlab kiberxavfsizlik yo'nalishi ochildi. Yildan yilga kvotalar ko'payyapti. O'tgan yil 100 ta bergan bo'lsa, bu yil 150 ta berdi. Oshyapti. Ikkinchisi, prezidentimiz tomonidan ochilgan Nurafshon shahridagi kiber universiteti. Uchinchisi, Toshkent axborot texnologiya yo'nalishlaridagi axborot xavfsizligi, kiber xavfsizlik yo'nalishlaridir. Bundan tashqari boshqa universitetlarimizda shu yo'nalishlar mavjud. Endi aynan ixtisoslashtirilgan shu sohaga hozircha bilganim mana shu oliygohlardir. Endi bu yildan boshlab huquqni muhofaza qilish akademiyasida kiber huquq yo'nalishi ochilganligi. Buni maqsadi nima desak, kiber huquq ochilgan asosiy maqsad kiber jinoyatchilikdagi qonun tizimlari asosida ularga jazo yoki o'sha iste'molchilardan himoyalash. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolim, kiberxavfsizlik mutaxassisi bilan IT dasturchilarida bir nima farqi bor o'zi? IT dasturda IT degan narsamiz bu keng miqyos tushunishimiz mumkin. Misol uchun, dizaynerlik sohalarida, to'g'ri dizayn sohalari yoki bo'lmasa sayt yaratishdan tortib, misol uchun men u daraja zo'r tushunmayman, misol uchun C++, Python yoki shunday dasturlar bor. Kiberxavfsizlik bo'lsa, asosan qilinayotgan ishi davlatga, shaxsga, fuqaroga bo'layotgan aynan shu hujumlarda unga yetkazilgan zararlarga qarshi kurash maqsadida qilingan narsa. Misol uchun IT deganimizda ko'proq biz nima deydi? Negativ tushunmaymiz-ku. IT deganimizda faqat pozitivni tushunamiz. Kiber xavfsizlik deganimizda kiber hujumlar. Ya'ni bu yerda fuqaroga nisbatan bo'layotgan hujumlarga qarshi kurash maqsadida qilingan narsa. Yoki qisqacha shuni aytib o'taylik, ana IT nima qilasiz degan, xuddi kompyuterdagi tizim. Albatta, misol uchun bo'lsa, endi uni himoyasi kiber xavfsizlik deyiladi. Xuddi shunaqa. Tizim qanaqa programma ishlab chiqaradi, Instagramga o'xshayki, uni xavfsizligini siz aytgan kiber xavfsizlik mutaxassislari himoyasi. Mana bitta misol aytaman. Kiber xavfsizlikda men bir yaqinda bir kino ko'rdim. Bir davlatga hujum uyushtirdi, davlatni ichidan boshladi. Qanaqa? Gaz ta'minotini internet orqali o'sha kiber jinoyatchilar uzatib qo'yib, bervordi, ko'plab binolar portlashi, ya'ni gaz sig'imini qisib qo'yishi, elektr tarmoqlarining o'chirilishi, uni sun'iy yo'ldoshlari orqali boshqarilish tizimlari, ya'ni mana bu narsa bu eng global miqyosda. Hozircha O'zbekiston global darajaga chiqqani yo'q bu narsalar bo'yicha. Endi sekin shu narsaga yetib boryapmiz. Pog'ona qilib boryapmiz shu narsani. Raqamlashtirishda hozir barcha narsani prezidentimiz siyosati raqamlashtirish. Bu zo'r narsa. Lekin buni himoyasini ham qilib qo'yish kerak. Shu maqsadda qilinayotgan ishlar shu kiber xavfsizlik qarshi jinoyatlarga kurash bo'yicha. Oddiy misol hudud gaz ta'minoti, elektr ta'minotlarini, albatta, saytlarni ko'pchilik buzishga harakat qilib, o'zlari misol uchun kattaroq shtraflari bo'lsa yoki pulga yopib beryapti, yo'q qilib yuboryapti, buzib kiryapti. Bunaqa holatlar ham bo'lyapti. Agar o'sha yerda pulni ba'zan olib ketadigan bo'lsa, misol uchun, pul aholi, sizni qo'shningiz, mahallangiz qancha turgansiz, plastik kartangiz qaysi ulangan, albatta, familiyangiz kim, hamma ma'lumotlar bor. Bilsa bo'lar ekan. Xuddi shunaqa narsa. Hatto uyingiz nomerigacha bilsa bo'lar ekan. Albatta. Shuning uchun yana shu narsani oldimda bir sherigim bitta ish qildi. Telefonda hech narsa o'rnatgan yoki hech narsa o'tkazgan yo'q, просто telefonimni oldida turdi, nimadir bilmayman qanaqa usulda qildi. O'zini telefoniga hamma narsani shunday ko'chib qoldi. Biron narsa o'rnatgani yo'q, programma ko'chirgani yo'q. Telefonim qo'lda turdi, nimadir yaqin masofada shunaqa ish qila oldiki, telefonimda to'g'ri daniylar shunga o'tib qoldi. Shunaqa bolalar ham bor-da. Hayron qolaman-da. Hayron qolasiz. Shuning uchun sohaga qiziqish kerak. Albatta. Ana yosh avlod misol uchun haqiqatdan uda darajada qiziqib borish kerak. Chunki kelajak bundan buyog'iga misol uchun bu aniq narsa, raqamli makon bo'ladi. Xo'p, shaxsan o'zim qiziqib ketdim. Xo'p, qisqasi aka, kiber xavfsizlik yo'nalishlariga necha yoshdan
yoshlar kirsa bo'ladi o'qishga va kimlarga hozirgi holatda harakat qilish tavsiya berasiz? Xo'p, o'qish topshirish yoshi 17 yoshdan boshlab, 11-sinfdan boshlab 25 yoshgacha qabul qilinadi. Endi bu bo'yicha lekin tayyorgarlikda hech bo'lmasa 2 yil qilish kerak. Hamda 2 yil tayyorgarlik. Albatta. Nima uchun? Sabab desak, mana Ichki ishlar vaziri tomonidan tasdiqlangan sertifikatlarga tayyorgarlik ko'rish ancha-muncha mushkul. Lekin uni olsa, ligotasi zo'r. Ikkinchi kursdan to'g'ri qabul qilinadi. Akademiyaga. Shunaqa joylari bor va bu narsa bir tomonlama emas. Siz misol uchun tasavvur qiling, sizni o'zingizning mutaxassisligingiz doirangizda, misol uchun targetda yoki videografda yoki stories makerda hammasini bir joyga jamlasangiz qanaqa komanda shakllanadi, to'g'rimi? Misol uchun bu degani yo call centerlar qo'yasiz, bitta proyektni to'liq boshqarasiz, to'g'rimi? Endi xuddi shunaqa narsa, kiber xavfsizlik bo'yicha odam Pythonni zo'r bilyapti. Hamma narsani zo'r chutga yorib tashlayapti. U tilla mutaxassis sanaladi. Hozirgi kunda davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, hop, chegara qo'shinlari tizimlarida hatto aynan mana shu kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar juda ham zarur. Xo'p, Shohruxbek aka, yana bir ajoyib kiber xavfsizlik yo'nalishlar bo'yicha savolimiz, aynan ushbu yo'nalishlarga kirish uchun qaysi fanlardan o'qishim kerak? Xo'p, bunda asosiy mutaxassislik fanlaringiz matematika, informatika fanlari bo'ladi. Davlat oliygohlarida. Harbiy oliygohda bo'lsa, misol Ichki ishlar akademiyasida bo'lsa, bunda matematika, informatika, undan tashqari huquq tarbiyadan ham imtihonlar bo'ladi, suhbat imtihonlari. Endi huquqni muhofaza qilish akademiyasida bo'lsa, bunda ajoyib. Bunda huquq chet tili fanidan imtihon, majburiylik asosida kirasiz. Bunda sizga 4 yil mobaynida o'qitadi. Kiber xavfsizlik, kiber huquq bo'yicha. Endi oxirigacha eshitdim ajoyib. Sizga diplom ikkita berilar ekan. Bittasida yurist, ikkinchisi kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis berar ekan. Diplom ikkita, albatta. Gap yo'q. Xo'p, aynan kiber xavfsizlik yo'nalishlari bo'yicha men oliygohda o'qib chiqqanimdan so'ng menga qanaqa imtiyozlar beriladi? Ish bilan ta'minlash, 100% kafolatlanadimi? Kontragi, grant qanaqa bo'ladi? Davlat oliygohlarida ish bilan ta'minlash darajasi ko'proq o'zingizga bog'liq. Lekin harbiy tizimlarimizda bular bitirmasdan oldin ish bilan o'sha 3-kursda o'sha praktika ish joyi aniq bo'lgan bo'ladi. Chunki bular tor doiradagi mutaxassis. Yana bir narsani oldin aytib o'taman. Akademiyamizda, misol Ichki ishlar akademiyasida kiber xavfsizlik bo'yicha yo'nalishlarimizda dars berayotgan ustozlari chetdan va hattoki kursantlarni til bilgan zo'r kursantlarda chetga borib o'qitib kelish tizimlari yo'lga qo'yilmoqda. Endi Ichki ishlar akademiyasini o'zida kiber poligon joriy qilinmoqda. Masalan, oddiy poligondan nima farqi bor desangiz, raqamli texnologiyalarda shug'ullanish va hujum qilish, himoyalanish xuddi real holatdagi o'sha raqamli poligon qurilmoqda. Bu bo'yicha vazirimizda qarorlar chiqqan va bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Zo'r. Xo'p, kiber xavfsizlik yo'nalishlariga qaysi sertifikatlarni olib kirsam bo'ladi o'qishga? Ko'proq matematikadan olasiz, eng yuqori darajada, informatikadan tasdiqlangan sertifikatlar olishingiz mumkin va shu orqali o'sha tegishli balni yig'ganingizdan keyin o'qishga kirish osonroq bo'ladi, xudo xolisa. Zo'r. Sir bo'lmasa qiziq tarafi necha pul oylik olsa bo'ladi, примерно shu o'qishni bitirib kirganimizdan so'ng? Men bitta narsa aytaman. Yaqin tanishim bor, aynan shu soha bo'yicha tegishli davlat tashkilotida ishlaydi. Oyligi 30 million. Sog' 23 yosh. Yo'q, yosh ekan-ku. 23 yoshli. Endi menga yetgani 30 million. Lekin o'ylayman, unda ko'p oladi. Gapsiz ko'payib ketmasin degan. Shunaqa. 30 million oylik oladi. Zo'r gap yo'q. Shohruxbek aka, bilamizki, hozir Toshkentda ikkita Kosim School va Kosim Study o'quv markazi, xususiy maktabimiz ham bor. Aynan kiber xavfsizlik yo'nalishiga qiziqqan va kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanaqa imtiyozlar yoki sharoitlar qilib qo'ydingiz maktabingizda? Xo'p, mana bu yil tayyorlagan o'quvchilarimizni kiber xavfsizlik bo'yicha 90% kirdi. Kiber xavfsizlik yo'nalishi. Zo'r. 90% kirdi. Endi bu yildan boshlab Kosim Study'da juda katta bir yangilik qilindi. Bunaqa yangilik men bemalol ayta olaman. O'zbekiston tizimida, O'zbekiston Respublikasida hali bu endi bor misol uchun ko'proq IT markazda, lekin bunaqangi tizimda tayyorlov markazi yo'q, ishonch bilan ayta olaman. Biz nima qildik? Bu yildan boshlab Kosim Study tayyorlov markazimizda aynan kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislarni akademiyaga bitta joyda tayyorlov tizimi yo'lga qo'yilyapti. Matematika, informatika barcha fanlarni bir joyga qo'ygan holda.
Bu hali hammasi emas. Kompyuter to'liq bitta xona jihozlangan holda aynan kiber xavfsizlik bo'yicha eng zo'r mutaxassis ustoz dars beradi, amaliy va nazariy tayyorlaydi. Noldan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu yildan boshlab biz nafaqat bu yo'nalishga ichki ishlar litseyini aniq fan yo'nalishida matematik informatika yo'nalishlariga, bundan tashqari perevodda harbiy aloqa institutiga kompyuter savodxonligi darslari, bundan tashqari bojxona institutini kompyuter savodxonligi yo'nalishlari bo'yicha va yana bitta eng muhimi shu joyda ichki ishlar vazirligi kasbiy ta'lim fakultetini ham kompyuter savodxonligi imtihonlariga tayyorlov tizimi yo'lga qo'yilyapti. Bunda O'zbekiston tizimidagi barcha harbiy strukturalarda kompyuter savodxonligi va kiber xavfsizlik bo'yicha imtihonlarini xudo xolisa mukammal tarzda tayyorlab beramiz. Zo'r. Endi bu bo'yicha ko'proq ma'lumot olish uchun faqat o'qish uchun, boshqa qilish uchun Toshkentga borish kerakmi? Nima qilish kerak hozir? Endi hozircha offline tarz rejimda boshlayapmiz ishimizni, lekin xudo xolisa onlayn rejim qilish niyatimiz ham bor. Lekin hozircha asosan offline tarzda shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz ma'lumot berishadi. Aynan bu yerda sizda bitta informatika fanidan emas, barcha nima fan kerak bo'lsa, o'sha Ichki ishlar akademiyasiga huquq, tarix, tarbiya, suhbat imtihonlari bo'ladimi, matematika, informatika, amaliy, nazariy imtihonlar bo'ladimi, hammasi bitta joyda tayyorlantiriladi. Va bu markaz asosida o'sha sizdan kompyuter yo boshqa narsa olib keling deb talab qo'yilmaydi. U narsalarni barchasini o'zimiz bir joyda jamlayapmiz. Xohish va harakat bo'lsa bo'ldi. Albatta. Bu bo'yicha mutaxassis ham aynan kiber xavfsizlik bo'yicha mas'ul xodim ishga olinyapti albatta. Maksimal harakat qilib o'quvchilarga yengillik va natija bo'lishi uchun maksimal ekspertlarni jalb qilish zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi misol uchun Toshkent shahridagi, Toshkent viloyatida o'qiyman, harbiy akademiyalarga, oliygohlarga bo'lib ushbu mavzumiz kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchi bo'lganlarga xususiy maktabda yotib o'qishga qanaqa sharoitlar bor? Albatta, bu narsa bo'yicha ham yotoqxona, pitaniyes, maktabingizni ko'chirilgan holatda to'liq tizim tayyorlab beradi. Yana bitta narsa, Qosinsko'da bitta harbiy oliygoh tayyorlantirilmaydi. Mana bitta narsa tushuntirmoqchiman. Biz misol uchun Ichki ishlar akademiyasida sertifikatlarda bitta fandan o'tishi mumkin, qolganlar suhbat-ku. Biz shunaqa tizim qo'ydikki, sizda eng kami 3 ta oliygohga tayyorlab boramiz. Hujjatlaringiz 3 ta oliygohga beriladi. 2 ta harbiy oliygohingizda DTM imtihonlarga kirmasdan turib sertifikatlarni oldirib qo'yamiz. Bittasiga suhbatga kirasiz. Shunda sizda o'qishdan yiqilish foizingiz juda ham tushib ketadi. Agar mabodo o'sha o'zingizni sog'lig'ingizdan muammo chiqib qolmasa, bilim tomonlama xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Zo'r. Mana shu biz qo'yib bergan rejimga chidab bersa, yil oxirida 2 ta 3 ta harbiy oliygoh kirib tanlaydi o'zi. Xudo xolasa. Albatta, bu narsa kirib ketadi. Hujjat topshirish jarayonidan boshlab imtihon jarayonigacha tayyorlantirib boriladi. Zo'r. Gap yo'q aka. Xo'p, endi savolimiz eng oxirida misol ota-onalar savol berishi mumkin. O'g'lim ITga qiziqadi, harbiy kiber xavfsizlikka o'qisinmi yoki ITga o'qisinmi, kompaniyada ishlasinmi, nima qilsin degan savollarga oxirgi tavsiyangiz qanaqa? Bitta narsa aytaman. Doimiy ish baribir doimiy ish. Misol uchun davlatning ishida siz o'sha kiber xavfsizlikda bitirsangiz, ishoning, bemalol oilangizni qoplaydigan darajada maosh olib, ularni bemalol ta'minlay olasiz. Va bu ishingiz doimiy bo'ladi. Misol uchun qanaqadir nima deydi, bir portfolio qilib yoki bo'lmasa bitta proyektga qarab chiqmaydi-da. U masalan umumiy olganingizda doimiy stabilniy ishingiz doimiy bo'ladi. Zo'r. Xo'p, aka oxirgi savolimiz kiber xavfsizlik yo'nalishida o'qiyotgan talabalardan misol uchun nimalar talab qilinadi? Qanaqa bo'lish kerak? Qanaqa misol uchun birinchi o'rinda bo'ladi? Mana birinchi o'rinda kiber xavfsizlik bo'yicha odamda birinchi sabr. Nimaga? Kompyuterda oldida o'tirish hammaga emas, 7-8 soatlab. Ikkinchi o'rinda o'zini sohasini sevadigan bo'lish kerak. Chunki ertalab turib ishga xursand bo'lib borish bilan ertalab turib ishga majburiyatdan borish farqi katta-da. O'zingiz xohlab xursand bo'lib borsiz, boshqa masala. Shuning uchun mana shu holatda tavsiya beradigan narsam, o'zingiz xohlab boradigan ishni tanlang va xudo xolisa shu narsaga erishasiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.